Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi shlakablok uskunalarimiz yetib kelgan Buxoro shahrida. Kimga mana shunaqa shlakablok uskunalari qiziq bo'lsa, bizlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Hozir tushuntirib o'tamiz. Qaysi uskuna desalar, bu KTJ 428 shlakablok uskunalarimiz 28 sekundga 4 dona shlakablok ishlab chiqara oladi. Bu uskunamiz. Komplektiga 2 dona aravachasi bor va mana bunaqa lentasi bor, mishalkasi bor. Narxiga kelsak, narxini 12,5 ming dollar sotilgan. Shu kecha kunduzga 12 ming dollarga berib yuboramiz va dastavka ustanovkasini ichida qilib beramiz. Bu model qanaqa desangiz agar KTJ 425 deyiladi. 25 sekundga 4 dona shlakablok ishlab chiqara oladi. Bu degani 1 soatda 400 donadan 500 donagacha chiqara oladi. Mana bunisi roboti. Arqadan paton padachisi bu. Bu robot nima qiladi, nima vazifani bajaradi desangiz agar, shlakablok chiqib kelgan jarayonida mana bu robot olib qo'yadi. 3 qavat bo'ladi. Va yana keyingi roliklarda xudo xohlasa ishlab turgan jarayonni ham qo'yib boramiz. Ko'rib olishlaringiz mumkin. Keling, buni ham nimalar bor desalar agar ko'rsatib o'taylik. Transport lentalari, mishalkasi, bu yoqdan paddon padachi ketadi. Bu yoqdan roboti bor, oldinga ukladka qiladi. Buni narxiga kelsak 16,5 ming dollar qilib berib bilamiz. Va bu uskunamiz bor. KTJ 430 deyiladi. 30 sekundda 4 dona shlakablok ishlab chiqara oladi. Soatiga necha dona shlakablok ishlab chiqara oladi desalar agar, soatiga 130 donadan 170 donagacha ishlab chiqara oladi. Buni narxini 5,5 ming dollar qilib berib bilamiz. Yana kelishamiz. Bu shlakablok uskunamiz bor. Vodiylik akalarimiz juda tanilgan uskunalarning biri. KTJ 440 deydi, Xonfa uskunasi. 40 sekundga 4 dona shlakablok ishlab chiqara oladi. 1 soatga 120 donadan 150 donagacha ishlab chiqara oladi bu ham. Komplektiga mishalkasi bor, aravachasi bor, dastavka ustanovkasi bor. Narxini 5200 dollar qilib beraman. Bu ham o'zimizning vohaga tanilgan salonlarning biri bu ham. KTJ 440 deyiladi. Bu ham 40 sekundga 4 dona shlakablok ishlab chiqara oladi. Buni ham narxini 5200 dollar qilib beraman. Buni ham ichida nimalar bor desalaringiz, mishalkasi bor, aravalari bor. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat, bizlar bilan bog'laninglar. KTJ 530. 30 sekundda 5 dona shlakablok ishlab chiqara oladi bu. Bu ham o'zimizni vohaga tanilgan, Surxondaryo viloyatlariga tanilgan, Qashqadaryo viloyatlariga tanilgan salonlarning biri bu ham. Buni narxini 4200 dollar qilib beramiz. Nima uchun bu qimmat desalar agar, bu 5 dona ishlab chiqara oladi. Bu stanogimiz bor. KTJ 430 deyiladi. Buni narxini 3800 dollar qilib beramiz. Buni ham ichida mishalkasi bor, aravasi bor. Bu ham o'zimizning Buxoro shahrida tanilgan va Surxondaryo joylariga tanilgan legenda stanogimiz desak ham bo'ladi. Mana bu yangi partiya kelgan uskunalarimiz bu. Eron davlatdan kirib kelgan. Kimga mana shu qiziq bo'lsa, bemalol Buxoro shahriga kelsalaringiz bo'ladi. Bu ham yangi partiya kelganlaridan. Buni narxini 1,5 ming dollar qilib berib bilamiz. Gurusha mishalkalarimiz. Bu ham Erondan kirib kelgan. Buni narxini so'rasalaringiz agar 750 dollarga berib yuboramiz. Mana bu mishalkamiz. Bu ham gurusha. Bu ham skidkaga tushgan. 5,5 ming dollar, 6 ming dollar sotilgan gurusha mishalkamizni shu kecha kunduzga 5 ming dollarga berib yuboramiz buni ham. Generatorlarimiz bor. 20 kilovatdan boshlab 500 kilovatgacha bor. Va bularni lizingga ham beryapmiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol Buxoro shahrida mavjud. KTJ 528 deyiladi bu. 28 sekundda 5 dona shlakablok ishlab chiqara oladi. Va bu skidkaga tushgan bu ham. 200 dona paddoni bilan, plastmassa paddoni bilan 18,5 ming dollarga berib yuboramiz buni ham. Manzilni so'raganlarga manzilni tushuntirib o'tamiz. Bu yog'i Navoiydan kelaverishga
Bu yog'i Karvon bozordan Toshkentga qarab chiqaverishga manzilimiz. Moxosada joylashgan, bemalol kelishingiz mumkin. Zapravkani yonida.